Ushbu nutellalik San Sebastianni Instagramda obunachilarim 400 mingtadan oshganligi sababli tayyorladim. Ajab emas, YouTube'da ham obunachilarim ushbu raqamlardan oshib ketsa. Har xil ta'mli cheesecake'larni tatib ko'rganman, ammo nutella solinganidan emas. Shu bois cheesecake'ni, ya'ni San Sebastian cheesecake'ini nutella solib qilib ko'rdim. Ishoning, ushbu San Sebastianni ta'mi men kutganimdan ham mazali chiqdi. Juda ham mayin, yumshoq, yegan sari yegingiz keladi. Tayyorlanishi esa juda ham oson va oddiy. Demak, ishni boshladik. Idishga avvalambor 500 gram tvorojniy sirimizni solamiz. Ketidan 1 piyola yoki 150 gram shakarni solib, lopatka yordamida bir xil massa bo'lguncha aylantiramiz va aralashtiramiz. Endi alohida e'tibor beradigan jihatingiz, bizga 4 ta tuxum kerak bo'ladi va har bitta tuxumni chaqqaningizdan so'ng blender yoki mikser yordamida aralashtirishingiz lozim. Ya'ni bitta tuxumni chaqasiz, uni massa bilan bir xil qilib olgandan so'nggina keyingi tuxumni chaqib, yana mikser yoki blenderda aylantirishingiz lozim. Bizga 350 gram yaxshi qaymoq kerak bo'ladi. Albatta, qaymoqni sifatiga shirinlikni yaxshi chiqishi juda ham bog'liq. Shirinlikni xamir o'zini yaxshi ushlab turishi uchun bizga 20 gram makkajo'xori kraxmali kerak bo'ladi. Endi asosiy masalliqlarimizdan biri bo'lmish nutelladan 3 osh qoshiq yoki xohlasangiz 4 osh qoshiq solib yuborsangiz bo'ladi. Istasangiz cheesecake'ingizni rangi chiroyli chiqishi uchun 1 osh qoshiq to'la kakao ham solib yuboring. Hamma masalliqlarni solib bo'lganingizdan so'ng blender yoki mikser yordamida qumoqlari ketgunga qadar yaxshilab aralashtiring. Iloji bo'lsa qolipingiz tagi bilan bo'lsin va uning ustiga albatta pergament qog'ozini kiydiring, chunki San Sebastian qolipingizga yopishib qolishi mumkin. Agar qolipingizni tagi bo'lmasa, mana bunday holat yuz beradi. Buni qaranglar, nimaga bu ko'tarilmayapti desam, tagidan oqib ketibdi. Yana bir e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihat bu gaz pechi bilan bog'liq. San Sebastianni gaz pechiga qo'yganingizda birinchi bosqichda 190 darajada qizdirilgan gaz pechiga 25 daqiqaga, undan so'ng 220 darajaga ko'tarib 10 daqiqada ustini qizartirib olasiz. Umumiy hisobda 35 daqiqada San Sebastian shirinligi pishadi. Olganingizda cheesecake'ni ichi liqillab turadi. Aslida shunday bo'lishi kerak. Uni sovutganingizdan so'ng qotadi. Gaz pechidan olganingizdan so'ng xona haroratida sovutib olganingiz dan keyin 5-6 soatga muzlatgichga solib qo'ying. Kulinarlar San Sebastian shirinligini aynan pichoqni qizdirib so'ng kesishni tavsiya qilishadi. Shunda u silliq kesilar ekan. Meni esimdan chiqibdi, siz esa unutmang. Ustiga ham nutella pastasini soldim. Xullas, ushbu cheesecake nutellani va shokoladli cheesecake'ni sevuvchilar uchun. Mazasidan nutellani ta'mi kelib turadigan ushbu cheesecake'ni mayin va yumshoq olinishini qarang. Tatib ko'ring va yerliklarga ham ulashing. Retsept yoqqan bo'lsa, like va izohlarda fikringizni kutaman. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva.